Qog'ozlarda o'qisam bir narsani so'rashibdi. Avvaliga konseptni ham so'rashuvdi, shu narsani yana aytishim kerak shekilli. Yana shu so'rab aytishibdiki, nega bu televizorlarda kam ko'rinyapsiz? Chiqmay qo'ydingiz. Hali aytganman, yana aytaveraman. Televizorga chiqmaslikning sabablari bor. Hammangiz hozir juda sharoitingiz chiroyli o'tyapti ko'pchilikda. Hamma yo'q bozor iqtisodi mana shu narsaga o'tgandan keyin televideniya ham shunga o'tgan birodarlar. Televideniyadagilarga ham ozgina bir narsa uzatmasangiz chiqmaysiz. Meni ularga beradigan pulim yo'q. Shuning uchun bu yoqqa chiqmayapman birodarlar. Shuni eslab qolinglar. Keyin ba'zi bir gaplar yuribdi yana, unday bo'pti, bunday bo'pti. O'zingiz ko'rib turibsiz, Allohni o'zi shohid hammasiga. Agar Allohning oldida to'g'ri bo'lsangiz, hech qachon sinib ketmaysiz. Egilishingiz mumkin. Allohning oldida to'g'ri bo'lsangiz, shuni gadoy ham, shoh ham hammasi biladi. Bugun bilmasa, erta biladi, erta bo'lmasa, indin biladi. Endi unday gaplarni tarqatgan odamlar o'zlarini shaxsiy adovati bor odamlar bor, bir ikkita. Ular mayda bir chumaliga o'xshagan odamlar. Ana shular o'zlarini bir shaxsiy adovatlari uchun, o'zlarini shaxsiy alamlarini olib olish uchun ba'zi bir ishlar bilan shug'ullangan. O'sha ishlar inshaalloh nihoyasiga yetdi. O'zlari jazosini oladi. Alloh ko'rib turibdi hammasini. Bir uzog'i bilan bir haftaning ichida balkim e'lon qilinadi, bilib qolasiz. Alloh o'zi ko'rsatadi. Mana shu Allohdan qoladi. Mayli yangisini aytamiz hop. Hali bir yangi ashula aytganman, bular bilmas edi. Muzikasini ham zo'rg'a chalishdi. Endi o'rganib qolgan bo'lsa kerak. Mayli shuni aytib beraman. Yaxshi ham, yomon ham damlarim o'tdi. Do'stim deganlarim yuz burib ketdi. Mardlikdan lof urid, nomardlik etdi. Yo'limda chigallik turgan zamon, mendan yuzing burma, qoshi kamalim, seni ham yuzing burma, qoshi kamon, mendan yuzing burma, qoshi kamalim, qoshi kamalim, qoshi kamalim. Sanamlar bor ba'zan mardlardan o'tar. Sanamlar bor ba'zan mardlardan o'tar. Ba'zi bir erkaklar ayoldan battar. Munofiq eng avval do'stini sotar. Munofiq eng avval
dost seni satar, seni hem bundaylardan yiroq bo'l jonim, mendan yuzing urma qoshi kamonim, qoshi kamonim, qoshi kamonim.